Inson ezgulik ijodkori. Keling, har bir so'zni birma-bir tahlil qilamiz. Inson bu aql, qalb va vijdon egasi, yaratganning eng mukammal yaratiqlaridan biri. U fikrlaydi, his qiladi, yaratadi, eng muhimi ezgulikni tanlay oladi. Inson nafaqat yashash, balki ma'no bilan yashash, hayotga iz qoldirish uchun yaratilgan. Insonning asl mohiyati mehr, adolat, ilm, vijdon va mas'uliyatda namoyon bo'ladi. Shu hislatlar uni chinakam ezgulik ijodkoriga aylantiradi. Ezgulik bu yaxshilik qilish, boshqalar hayotiga nur olib kirishdir. Bu nafaqat odamlarga, balki hayvonlarga, tabiatga, har bir tirik jonzotga foyda keltirish, ularning hayotini yengillashtirishga qaratilgan harakatdir. Ijod esa bu fikrning, tuyg'uning, go'zallikning hayotga aylanishi. Ijod faqat sahnada yoki san'atda emas, u hayotning har sohasida yashaydi. O'qituvchi darsni yangicha usulda o'tsa, dehqon yerga mehr bilan urug' sochsa, ustoz shogirdida ishonch uyg'otsa, bu ham ijod, bu ham ezgulik. Ijod bu inson qalbining ovozi, ruhining harakati. Tarixda shunday insonlar borki, ularning ezguligi butun dunyoni yoritadi. Abu Ali ibn Sino, inson salomatligining himoyachisi. Al-Xorazmiy, har bir kompyuter algoritmining otasi. Thomas Edison, zulmatni yorug'likka aylantirgan kashfiyotchi. Nikola Tesla, elektr energiyani masofalarga yetkazib, dunyoni quvvat bilan to'ldirgan dahodir. Bu buyuklar dunyoni o'zgartirdi, ammo ezgulik faqat ulardan iborat emas. Har kuni non pishirayotgan nonvoy, bizni kiyim bilan ta'minlayotgan tikuvchi, tinchligimizni qo'riqlayotgan askar. Bular ham ezgulik ijodkorlari. Ularning mehnati hayotimizning poydevori. Ammo shuni unutmaylik, har bir buyuk insonning yo'lida uni tarbiyalagan, yo'l ko'rsatgan, ishonch bergan ustoz turgan. Demak, har bir alangani yoqqan cho'g' ustozdir. Barcha ezguliklarning boshlanish nuqtasi ularning mehrida. Lekin ularning hammasidan ham buyukroq, eng muqaddas ezgulik ijodkori bitta, onajonimiz. U biz kasal bo'lsak Ibn Sinodek g'amxo'r, bilimsiz bo'lsak ustozdek sabrli, hayotimizni yoritgan Edisondek nurli, chegaradagi askardek bedor bo'lib bizni duo bilan asragan insondir. Demak, onamiz eng buyuk ezgulik ijodkori. Biz esa ularning eng munosib farzand, shogird va davomchisi bo'lishimiz, ya'ni ezgulik ijodkori bo'lishimiz va butun koinotga foydasi tegadigan inson bo'lishimiz shart. Keling, ezgulik ijodkorlari bo'laylik.